Yoshlar har bir davlatning kelajagini, salohiyatini belgilovchi muhim ijtimoiy qatlam sanaladi. Zero har bir jamiyatning holati, taqdiri va istiqboli unda yashayotgan yoshlarning salmog'i, ma'naviyati va ongliligi darajasi bilan belgilanadi. Albatta, yoshlar jamiyatning ertangi kelajagi, uning faol a'zosi, ta'bir joiz bo'lsa, jamiyat ertasining munosib vorislaridir. Xabaringiz bor, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabning 2 nafar bitiruvchisi Zohidjonov Elbek va Sunnatov Asalbek dunyoning eng nufuzli texnik oliygohlaridan biri sanalgan Massachusetts Institute of Technology universitetiga 100% grant asosida qabul qilindi. Elbek va Asalbek butun O'zbekiston bo'yicha ushbu universitetga to'liq grant asosida o'qish imkonini qo'lga kiritgan sanoqli va noyob iqtidor egalaridan. World University Rankings reytingiga ko'ra ushbu universitet ketma-ket 13 yildan buyon dunyoda birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Shuningdek, universitet 100 dan ortiq Nobel mukofoti sovrindorlarini yetishtirgan nufuzli ta'lim dargohi hisoblanadi. Bugungi lavhamizda faxrimizga aylangan Elbek va Asalbeklar bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'ldik. Assalomu alaykum. Men Zohidjonov Elbek. Men Muhammad al-Xorazmiy maktabining umr sirli o'quvchisiman. Assalomu alaykum. Men Asalbek Sunnatov, Muhammad al-Xorazmiy maktabining bitiruvchisiman. Yaqinda dunyoda birinchi o'rinda turadigan MIT universitetiga 100% grant bilan o'qishga qabul qilindim. Al-Xorazmiy maktabiga kirishim ham juda ham qiziq bo'lgan. 4-sinfni bitirganimdan so'ng qaysi maktabga topshirishni o'ylab yurganimda menda bir nechta tanlov bor edi, yoki Guliston shahridagi xorijiy tillar maktabiga kirish yoki Toshkentdagi birorta maktablarda qidirib o'shalarga topshirish. Yoshligimda matematikaga qiziqib kelaman va 7-sinfda maktabimizda maktab olimpiadasi bo'ldi matematikadan va unga qatnashish, o'zim sinab ko'rish maqsadida qatnashdim va unda birinchi o'rinni oldim. O'zim shu maktabda matematika olimpiadasidan. Undan keyin yana qiziqish ortdi. Keyin shahar bosqichiga chiqdim, respublika bosqichiga chiqdim. Respublika bosqichida 3-o'rinni egalladim. Undan keyin yana ham yuqori natija erishishni xohladim. Ya'ni 3-o'rindan ko'ra baribir birinchi o'rinni olish maqsadim edi o'zi. Shuning uchun 8-sinfdan qattiqroq kuchliroq tayyorlanish boshladim va sekin-asta xalqaro olimpiadalar haqida ma'lumotga ega bo'lish boshladim va xalqaro olimpiadalarga qatnashib boshladim. 8-sinfda birinchi marta shu xalqaro routik olimpiadasiga qatnashgandim. U Qozog'istonda bo'lib o'tdi. Undan keyin turli xil Balqon, IMC va shunga o'xshagan turli xil xalqaro olimpiadalarga qatnashib boshladim va shu qatnashlar davomida o'zim matematikada nufuzli xalqaro matematika olimpiadasi bor, AIMO. U eng nufuzli katta olimpiada hisoblanadi matematikada va o'zi har bir fan uchun har bir fanda bittadan eng nufuzli olimpiada bor. Misol uchun informatika uchun IOI, kimyo uchun ICHO yoki biologiya uchun IBO, shunga o'xshash har bir fan uchun o'zi nufuzli xalqaro olimpiadasi bor. Matematikada shu AIMO hisoblanadi va uni men shu 8-sinfda bildim shunaqa olimpiada borligini va o'shanda o'zimga maqsad qo'yganim shu olimpiadaga kirish, shu olimpiadaga qatnashish, ya'ni O'zbekiston terma jamoasiga kirish va unda oltin medal qo'lga kiritish. Chunki u paytda hali O'zbekistonda u nufuzli xalqaro olimpiadada oltin medal qo'lga kiritilmagandi. Shu tayyorlanish boshladik. O'zi unga terma jamoasiga kirish uchun har yili 3 bosqichda saralash bo'lib o'tadi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Birinchisi kuzda, ikkinchisi qishda, ikkinchisi qishda va uchinchisi bahorda bo'lib o'tadi. Va unga asosan 6 kishi terma jamoaga saralanadi. 8-sinfda shu tayyorlanish boshladim. Endi u paytda baribir sal yosh bo'lganim uchun jamoaga kira olmadim, lekin kirmaga qaraganda baribir 3-chi bosqichgacha yetib bordim. Olimpiadaga yana bir bor saralashdan o'tdik o'zimiz jamoamiz bilan va u jamoamiz bilan biz qattiq tayyorgarlik boshladik. O'sha yilgi terma jamoamiz bilan o'zi biz birga do'stlarmiz o'zi, o'sha 5 kishi edik va 5 kishi anchadan beri birga tayyorlanib kelayotgandi. Ya'ni hammamizning orzumuz oltin medal olish edi va tarixdagi eng baland natija ko'rsatish edi. Va olimpiadaga borganimizda hammamizga ozgincha omad yetishmay qoldi va 4 ta kumush, 1 ta bronza oldik. Va bu lekin baribir tariximizdagi eng yuqori natija hisoblangan O'zbekistonda, lekin oltinni ola olmaganimiz baribir hammamizga alam qildi. Menga juda ham alam qildi, chunki oltin olishga 1 ball yetmay qoldi o'tgani, o'sha 10-sinf payti. Undan keyin esa universitetlarda o'zi yoshligimizdan bilardik, universitetlar xalqaro universitetlari borligini va ularga tayyorlanish kerakligini ham bilardik. Shunga asosan har xil tayyorgarliklar ko'rdik. Universitetga qaytib kelgandan keyin har xil til kurslarini o'rganish boshladik, har xil imtihonlar topshirish boshladik, SAT, IELTSga o'xshagan. Undan keyin admissionda qilinadigan barcha ishlarga tayyorgarlik ko'rishni boshladik sekin-sekin. Va shu noyabr oylarida shu MITga men topshirdim hujjatlarimni va natija kutish boshladik.
o'zi universitet topshirayotganda ikkita bosqich bo'lib o'tadi. Bu early'si va regular'i. Early'sida topshirdim men. Early'sida natijasi defer natijasi chiqdi. Bu degani o'sha keyingi bosqichga qoldirildi degani, ya'ni RDga qoldirildi degani. Va albatta bundan xursand bo'ldim, chunki o'zi birinchi bosqichdan taxminan o'tdi desa ham bo'ladi, chunki yoki reject bo'lasiz, yoki qabul qilinasiz, yoki qoldirilasiz. Endi reject bo'lmaganga albatta xursand bo'ldim, ya'ni yana bir marta imkoniyatim borligidan. Birga tayyorlangan edik, shu paytgacha dokumentlar hamma narsani jamoamiz bilan birga qilgandik va bu juda xursandchilik voqea edi men uchun. Undan keyin esa men navbatim kelganda uncha ishonmayotganim kirishimga, o'zi ishonch kam edi, baribir ikkita odam o'quvchi olish juda ehtimol kam va o'zi kirish o'zi ehtimol kam, uni ustiga ikkita kirish juda ehtimol kam bo'lgani uchun uncha ishonchim yo'q edi va taxminan o'zi o'sha paytda o'zi xursandchilik asliga kirgandan xursandchilik o'zi ancha yetib turgandi va o'shaning uchun uncha qayg'urmagandim. Nima natija bo'lsa, ya'ni kirolmasam hech narsa qilmaydi, ya'ni o'zi xursandchilik borligi uchun. Lekin o'sha ochgan paytimiz kirdi deb chiqdi. Unda ham o'sha payt men juda xursand bo'ldim, chunki baribir shuncha yil orzuyim kirish o'sha top universitetlarga va shuncha harakat bekor ketmaganligidan juda xursand bo'ldim. Ayniqsa o'sha payt asliga ham kirganda bildik, ya'ni ikki kishi o'qishda va aynan o'sha birga bo'lishimiz baribir menga juda xursandchilik voqea keltirdi. Ancha vaqt o'ylagandan so'ng menga xorijiy tillar maktabi to'g'ri kelmaydi degan fikrga kelganman. Shuning uchun internetdan Toshkentdagi spetsializirованный shunaqa topshirish mumkin bo'lgan maktablarni qidirganman. Shularning orasida al-Xorizm maktabini topganman. Keyin unga shu registratsiya qilganman. Al-Xorizm maktabiga kirish imtihon bilan bo'lgan. Imtihonga topshirish kuni ham juda ham qiziq bo'lgan. Biz ota-onam bilan qishloqdan qaytayotgan bo'lganmiz va uyimizga juda ham kech qaytganmiz. Soat 2-3 larda uyga qaytganmiz va ertalab soat 7-8 larda o'sha Toshkentda ekzamen bor edi. Biz Sirdaryoda turardik. 2-3 soat uyqu bilan o'sha Toshkentga yo'l olganmiz. Oyim bilan o'sha keyin o'sha chala uyqu bilan imtihonni topshirganmiz. Lekin hammasi yaxshi o'tgan. Baribir imtihonlardan o'ta olganman. Al-Xorazmiy maktabi matematika, informatika, fizika va ingliz tili fanlariga ixtisoslashtirilgan maktab bo'lgan. Va men 5-sinf vaqtim boshida azincha qiynalganman, chunki baribir bu yerdagi o'qitilish ancha qiyinroq edi va shuning uchun o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lgan. Lekin baribir keyinchalik moslashganman va shu 5, 6, 7-sinf vaqtlarim matematikadan Kamoliddin Yusupov ustozim mendagi matematikaga bo'lgan qiziqishimni ko'rganlar va shuning uchun olimpiadaga tayyorlab boshlaganlar. Olimpiadaga qatnashib yurgan vaqtlarimda matematikadan eng katta yutuqlarimdan biri bu 7-sinfda Qo'qon olimpiadasida 5, 6, 7-sinflar orasida birinchi o'rin olgani va shu uchun Nexus avtomobilni yutib olganim. Bu avtomobilni yutib olgan vaqtimda juda ham xursand bo'lganman. Baribir shu olimpiadaga qatnashgan davrimdagi eng katta yutug'imdan biri bo'lgan va buni dadamga sovg'a qilganimda menda o'zgacha xursandchilik bo'lgan. Baribir 13 yoshli bola uchun dadasiga mashina sovg'a qilish juda katta narsa bo'lgan. 7-sinf vaqtlarni maktabdagi informatika fanlariga qatnashib yurganimda qandaydir menda informatikaga bo'lgan qiziqish paydo bo'lgan va o'sha vaqtda informatikaga bo'lgan qiziqishim matematikaga nisbatan ko'proq bo'la boshlagan. Shuning uchun menimcha menga informatika to'g'ri keladi deb o'ylab, matematikadan informatikaga o'tmoqchi bo'lganman. Bu uchun eng katta sabablardan biri menimcha maktabdagi Xurshida Zanjirova ustozim bo'lganlar. Lekin menda baribir informatikaga bo'lgan qiziqish boshqacha edi va o'sha vaqtlarda O'zbekistonda xalqaro informatika olimpiadasida medal yo'q edi va o'sha vaqtda oyimga aytganman, men mana shu xalqaro informatika olimpiadasida O'zbekiston tarixidagi birinchi oltin medalni olaman deganman. Keyin baribir ota-onam menga o'z ishonchini bildirib, o'sha qo'llab-quvvatlaganda oxir-oqibat va shuning uchun 8-sinf vaqtimda matematikadan informatika o'tganman. 10-sinf vaqtimda xalqaro informatika olimpiadasida O'zbekiston terma jamoasiga qo'shilgandim va o'sha vaqtlarda men O'zbekistondagi ko'pgina olimpiadalarda birinchi o'rinni olib kelayotgandim va shuning uchun o'zimga bo'lgan ishonch katta edi va xalqaro olimpiadaga borganimda esa lekin birorta medal bo'lmagan. Bu menga juda ham qattiq ta'sir qilgan, chunki bu uchun ko'p shug'ullanganman va o'zimga bo'lgan ishonch baland edi. Bu menga juda ham yomon ta'sir qilgan va o'sha vaqtda 10-sinfni bitirganimda olimpiadani tashlayman degan fikr paydo bo'lgan va haqiqatan ham qanchalar vaqtga tashlaganman. To'g'ri, ota-onam bunga qarshilik qilgan, lekin qandaydir olimpiada menga to'g'ri kelmaydi degan fikr paydo bo'lib qolgan. Lekin baribir qanchadir vaqt o'tgandan so'ng olimpiadaga bo'lgan qiziqishim boshqa ekan shekilli, baribir qaytadan
o'sha 11-sinf vaqtim oxirgi marta qaytadan urinaman, o'sha olmagan medalimni, birinchi oltin medalni olib kelaman deb ko'proq shularni boshlaganman. Va mana shu informatika olimpiadasiga 4 yil shug'ullangan bo'lsam, 4 yillik mehnatim o'z samarasini bergan va O'zbekiston tarixidagi birinchi kumush medalni qo'lga kiritganman. Maktabni bitirgandan so'ng endigi navbat universitetga topshirishga kelgan edi. Lekin men 11-sinfni bitirgan vaqtim O'zbekistondagi universitetlarda grantim bo'lgan, lekin bundan foydalanmaganman. Sababi meni yoshligimdan niyatim bo'lgan, shu dunyodagi birinchi o'rinda turadigan MIT universitetida o'qiyman degan niyatim bo'lgan. Har xil proyektlarga qatnashdim va ingliz tili darajamni oshirdim. Endigi navbat shu universitetga topshirishga kelgan vaqti to'g'risini aytadigan bo'lsam, MIT ga topshirganman, lekin katta kutirish bo'lmagan. O'zimga uncha ishonmaganman, baribir dunyoda birinchi o'rinda turadigan universitet va sanoqli odamlarni qabul qiladi. Shuning uchun ko'p narsani kutmayotgan edim o'zimdan. Natijalarni ochishdan oldin o'qituvchimdan so'raganman. O'zi kirgan bo'lsam, buni birdaniga bilishning imkoni bor. Mana shu bitta saytga kiriladi, o'sha yerdan ochiladi va buni birdaniga sezishning imkoni bormi deganimda, o'qituvchim tushuntirganlar. O'sha agar kirgan bo'lsang, ochgan vaqtingda birdaniga zarf effekti chiqib keladi va tabriklash va seni tabriklashadi deyishgandi. Keyin shu natijalarni ochganimda, haqiqatan ham o'qituvchim aytganimdek, birdaniga zarf effektlar chiqqan, shu tabriklashlar chiqqan va o'sha saytni ochganimizda o'zining teksti ham bo'ladi. Shuni Aslbek, seni tabriklayman, sen MIT universitetiga kirding degan o'zlarining tabriklashlari bo'ladi. Va qiziq joyi, mana shu zarf effektlarni ko'rganimda men hattoki o'sha yerda tabriklashdagi bitta ham harfni o'qimaganman. Chunki shu zarf effektni ko'rganda kirganini tushunganman va birdaniga sakrab o'rnidan turib, xursand bo'lib, baqir-chaqir bo'lgan. Boshqaroq aytadigan bo'lsak, o'z ichimga sig'may ketganman. Bu hayotimdagi eng quvonchli damlardan biri bo'lgan. Va natijalarni eshitgandan so'ng birinchi navbatda ota-onamga bu haqida xabar berganman. Birinchi dadamga xabar berganda, dadam juda ham xursand bo'lganda, shu baqirib, o'g'lim tabriklayman deganlar. Keyin oyimga bu haqida xabar berganda, oyim quvonchdan yig'lab yuborganlar. Bu natija bizning oila uchun juda ham katta quvonch olib keldi. Bu natijalarga erishishimda yordam bergan hamma ustozimga, ayniqsa Kamoliddin Yusupov, Xurshida Zanjirova, O'tkir Boltayev va Asadbek Ismoilov, ya'ni Levsha o'qituvchimga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Undan tashqari maktabimiz administratsiyasiga ham alohida minnatdorchiligim bor va mana shu o'qishga bo'lgan barcha sharoitni yaratib bergan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga ham chuqur minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Yoshlarning o'z kelajak hayoti chizgilarini belgilab olishda ustozning o'rni beqiyos. Ustoz bilim ulashadi, qalblarda ma'naviyat chirog'ini yoqadi. O'g'il-qizlarimiz ko'zlayotgan yuksak marralarga yetib borish yo'llarini yoritadi. Biz ham fursatdan foydalanib, Elbek va Aslbeklarning ushbu tarixiy natijaga yetib kelgunlariga qadar o'z oromidan kechib, o'quvchisining yutuqlaridan birdek mamnun bo'lgan hurmatli ustozlarini suhbatga tortdik. Davlat rahbarimiz tomonidan 2019-yil shaxsan prezidentimiz qarorlari bilan tashkil etilgan bo'lsa, men 2020-yil fevral oyidan ish faoliyatimni boshladim va o'zimda bir armon qolib ketgan, ya'ni matematik sifatida o'zim ham olimpiadalarga tayyorlanib yurgan vaqtlarimda Qorako'l maktabi ancha rivojlangan olimpiada bo'yicha, ya'ni biz ulardan o'tolmasdan oddiy umumta'lim maktab. O'zim qatnasha olmaganman va bu maktabga kelib ish faoliyatimni boshlagan dastlabki kunlarimda o'quvchilardagi iqtidorlarni o'zimga bir maqsad qo'ydimki, mana shu maktabdan Xudo xohlasa o'zim erisha olmagan natijalarga shogirdlar bilan erishamiz deb maqsad qo'ydim va dastlabki kunlardan boshlab iqtidorli o'quvchilarni saralab olib, ularni tizimli ravishda o'qishlarni boshladik. 2021-yil o'quv yilidan boshlagan bo'lsak, demak bu mehnatlarimiz samarasini uzoq kuttirmadi va 2021-yilning o'zida bitta mintaqaviy olimpiadada natijaga erishgan bo'lsak, 2023-yildan boshlab mana hozirgi kungacha bir emas, bir nechta olimpiadalarda shu o'quvchilarimiz bilan natijalarga erishib kelmoqdamiz. Ya'ni mintaqaviy, respublika olimpiadalar hamda xalqaro olimpiadalarda uzluksiz natijalarga erishib kelmoqdamiz. Xo'p, maktab jamoasini dastlab sentyabr-oktyabr oylarida
120 ta har bir sinfdan 120 ta o'quvchi ichidan saralab 10 tadan o'quvchi ajratib olamiz har bir sinfga, ya'ni 5-9 sinflar o'rtasida. Chunki yuqori sinflardan nimaga olmaymiz? Ular baribir ulgurmaydi. O'zi aslida 9-sinflar ham kechroq. Shularning ichida ham 8-7 sinflarda olimpiadalarga saralangan jarayonda qolib, mustaqil harakat qilayotganlar kimdir iqtidori kengroq namoyon bo'lib qolsa, chiqib qolishi mumkin deb 9-sinfdan ham saralash qilamiz. Aksariyati 5-8-sinflardan. Demak, 10 tadan maktab jamoasini saralab olganimizdan keyin ularni darsdan tashqari mashg'ulotlarga tizimli xalqaro olimpiadalar standartlari asosida tayyorlash jarayonlari boshlanadi va bu tayyorlash jarayonida maktab jamoasiga tushgan o'quvchi yil davomida shu jamoadaman deb o'zidan, ya'ni o'ziga bino qo'yib ololmaydi. Bu saralash jarayonlari har 1 yoki 2 oyda qayta o'tkazamiz va jamoaga tusholmagan o'quvchi o'z ustida ishlab jamoaga tushgan o'quvchining o'rnini egallashi mumkin. Va bu o'quvchilarga albatta har doim oldinga intilishga harakat qiladi va shu natijasida yil davomida maktab jamoasi o'z ustida ishlab bilimlarini orttirib boradi va natijalar albatta erishadi. Ilm istab yurgan bolalar ham, ya'ni aqli yordamida mablag' olish kerakligiga birinchi misol bo'ldi va 2019-2020 o'quv yilida birinchi olimpiadalar uchun davlat tomonidan pul mukofotlari, turli xil ko'rinishdagi qimmatbaho sovg'alar berish tartibi yo'lga qo'yildi va bu 2024-yilgacha uzluksiz davom etib keldi va 2024-yilda deganim uzluksiz deganim undan keyin ham davom etdi, faqat 2024-yilda undan-da yaxshi bo'ldi. 5 ta nufuzli olimpiadalarda sovrindor bo'lgan o'quvchilar uchun mukofot pullari 5 karra oshirildi. Maktab jamoasi, o'quvchilar hammasi, masalan, mana o'zim o'sha kun 14-mart kuni 2 marta MIT universitetiga kirgandek xursand bo'ldim. Baribir shogird yutug'idan, ustozdan ko'ra ko'p xursand bo'ladigan inson bo'lmasa kerak. Har doim bular e'tiborda, har doim maktab jamoasi tomonidan qo'llab-quvvatlab, qaysidir jarayonlarda tushkunlikka tushadigan bo'lsa ham har doim yonida turib berib, qo'llab-quvvatlaydigan katta jamoa bor. Birinchi navbatda shu maktabimiz rahbariyati tomonidan bu tizimga e'tibor qaratib, sharoit yaratib berganliklari uchun katta rahmat aytaman va o'quvchilarimizni mana shu Elbek, Asilbek misolida hech qachon to'xtamasdan oldinga harakat qilishlariga tavsiya beraman va Xudo xohlasa bularni ham shu MITda ham men har doim Elbek bilan shu narsani nima qilaman, o'zim orzu ham qilaman. Katta jamoa bo'lib, biz maktab jamoasi shu MITda o'qisa-yu, o'zini orzularidan bittasi, men endi hozir aytib qo'yaman, bir katta kompaniya ochib, shu kompaniyani barcha a'zolar demasak ham katta a'zolarini shu maktab jamoasidan chiqishini xohlardim va keyingilarini ham shularga ergashtirib albatta harakat qilamiz. Shu akalarini izidan borishga harakat qilish, mehnat qilishdan qochmaslik. Asilbek Sunnatov asosan informatika faniga qiziqishi 7-sinfdan boshlangan. Bu o'quvchi bilan ishlash ancha yengil bo'lgan deb ayta olamiz. Sababi o'quvchimizda matematik bilimlari ham kuchli bo'lgani uchun informatika sohasidagi bilimlarni egallash ancha yengil o'tgan. Va eng asosiysi, men o'quvchilarimga juda ham ko'p takrorlayman, insonda maqsad bo'lishi kerak. Aniq bir maqsad bor o'quvchilar ana shu maqsad sari olg'a intila oladi. Bu narsani o'quvchilarimizga qayta-qayta ta'kidlaymiz. Har bir insonni oldiga qo'ygan aniq maqsadi bo'lsa, ana shu maqsad sari intila oladi va bizning maktabimiz aynan ana shunday o'quvchilar bilan ishlay olamiz deb ayta olamiz. Sababi biz o'quvchilarimiz shu 5-sinfdan juda ham kuchli imtihon asosida saralab olinadi. Ularda matematik bilimlari, tanqidiy fikrlash, mulohaza qilish bo'yicha bilimlari juda ham yuqori va bu o'quvchilarimiz aniq maqsadni oldiga qo'ygan o'quvchilar. Asilbekni misolida olib qaraydigan bo'lsak, Asilbek ham ana shu oldiga juda ham katta maqsadni qo'ya olgan va maqsadi uchun harakatda tinmaydigan o'quvchilarimizdan hisoblangan va bugun ko'rib turibmiz, bu o'quvchimiz o'zini oldiga qo'ygan maqsadlariga ham
va eng asosiysi o'sha oliy ta'limga kirish bo'yicha qo'ygan maqsadiga ham erishdi va bugun dunyodagi top birinchi o'rinda turadigan universitet talabasi bo'lish baxtiga muyassar bo'ldi. Bundan albatta barcha ustozlar, ota-onalari juda ham xursand. Maktabimizda aynan o'quvchilarni o'z ustida ishlashlari uchun, bilim olishlari uchun sharoitlar yetarli darajada. O'quvchilarimiz hozirgi kunda top universitetlarga, dunyoning top universitetlariga kirib o'qishni boshlashdi yoki o'zimizda ham nufuzli universitetlarda tahsil olayapti. Ana shu bizni eng katta xavotirga soladigan qismi bu chetga o'qishga ketgan o'quvchilarimizni vatanga qaytish masalasi. Bu bo'yicha maktabimizda juda ham to'g'ri ishlar tashkil etilgan deb ayta olaman. Sababi yaqindagina biz o'sha IB maktab maqomini qo'lga kiritdik. Buni negizida o'quvchilar faqat men emas, meniki degan tushuncha emas, balki yurtni, butun dunyoni muammosini o'ylaydigan va butun dunyo muammosi bilan ko'ra oladigan o'quvchilar shakllanishi maqsad qilib olingan va mana shu maqsad uchunmi yoki bizda baribir o'quvchilarimizda shunaqa fikr shakllangan, men qolaman emas. Chet el universitetlariga o'qishga kirgan o'quvchilarimizda albatta yurtga qaytish maqsadi turibdi. Va ularni o'sha yurtga qaytgandan keyin u yerda olgan bilimlarini yurtimizda yosh avlodga yetkazish va butun dunyoga O'zbekistonni yanada tanitishni asosiy maqsad qilishgan. Bu biz kabi o'qituvchilarni juda ham quvontiradi. Bizga ana shunday yurtimizni dunyoga tanitadigan yoshlar kerak. Albatta, mamlakatimizning kelajagi bo'lgan iqtidor egalarini qo'llab-quvvatlash va ularning mahoratini oshirish yo'lidagi barcha xayrli ishlar bugungi kunda o'z samarasini bermoqda. Barcha sohalar ilm-fan, sport va san'at sohalarida yangidan-yangi dunyo marralarini zabt etayotgan yoshlarimizning natijalari har bir o'zbek fuqarosiga o'zgacha faxr bag'ishlayversin deb qolamiz.